Mana araq qurilish sistemasida gapirishayotgandik. Mana o'sha biz ko'rsatgan, biz aytgan ventilyatsiyon sistemani motorlari, havo aylantirmani motorlari mana. Ko'ryapsizmi? Bu yana chalishlar bor, qo'yiladi. Toza havoni tortib olib kirib ketadi ichkariga. Keyin demodaliniya dedik. Bunaqa nimalari bor mana, ko'ryapsizmi? Ochiq tashiydi. Bularni setkadan urab qo'yadi yana. Qarang. Chiqib turgan simlari bor. Mana ular chaqmoq chaqqanda yoki ortiqcha elektrik toklar bo'lgan paytda yerga tortib olib kirib ketadi. Bu zazemleniya. Narigilari projektorlar qo'yiladi bu yerlarga. Tom qismini atrofda yoritish uchun. Mana shu aytgan bog'chamiz. Mana ko'ryapsizmi? Hali o'rganadigan jihatlari juda ko'p-da. To'g'ri bo'lyapti, Alloh shukr, bizning qurilishlar yaxshi zo'r bo'lyapti-yu endi. Bu qurilishlarni puliga bilmadim Amerikadan qo'rqmasdan bitta villa olib yashasa bo'ladigan darajada qimmat. Hisob bersalar mana bizga. Endi oddiy xalqlar sizlar qurib aytayotgan pullarni bera olmaydi-da, yo'q-da, oddiy xalqda unaqa pul. Oddiy insonlarni ham, oddiy xalqni ham uncha o'ylash kerak. Rahm qilish kerak ularga. To'rtta boylar bilmadim endi. Qanaqa yo'llar bilan tutgan pullari bilan sotib olishyapti. Alloh kifoya qilsin hammaning o'ziga yo'q. Bu boylarni yomon demoqchi emasman. Endi halol mehnat qiladiganlari juda ko'p. Endi qing'ir-qesha yo'llar bilan ham pulini topib bosar tusarini bilmay har xil ishlarni qilayotgan insonlarni ham ko'ryapmiz. Bu dunyoda ham xor bo'layotganini ko'ryapmiz. Endi xor bo'lmayotganlarni kerilib yuraversin, oxirat kutyapti-yu bizni. Qiyomat boshlansa, o'sha Robbimizning huzurida javobini beradi. Hammamiz ham olgan nafasimizga, chiqargan nafasimizga baribir javob beramiz. O'zi rozi bo'ladigan yo'llarda yurishligida, amallarni qilishligida, Rasulimiz meni ummatim deydigan bir banda bo'lib huzuriga borilishligida, bir Alloh taolo bandam desin deydi-yu otalar, bobolarimiz shu. Bandam deyishi deb chaqirish uchun loyiq bo'lib borishligimizni o'zi nasib qilsin. O'zi hidoyat qilsin, to'g'ri yo'lga boshlasin. Halol mehnatdan qo'ymasin iloyim.